hattoki mana ko'ryapsizlar, qanaqadir internetda chiqishlar bo'lib ketdi, to'g'rimi? O'zbekistonda u qilamiz, bu qilamiz. Hech qachon O'zbekiston hech kimga mustamlaka bo'lmaydi. O'zbekiston siyosatida ayollarning o'rni tobora mustahkamlanib bormoqda. Ularning orasida alohida ajralib turadigan shaxslardan biri Tanzila Kamolovna Norboyeva. U mamlakat tarixida Oliy Majlis Senati raisi lavozimiga saylangan ilk ayol sifatida tanilgan. Tanzila Norboyeva 1957-yil 24-iyulda Andijon viloyati Shahrixon tumanida tug'ilgan. 1981-yilda Toshkent davlat universitetini tamomlagan. Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasiga ega. 1974-1995-yillar Andijon va Toshkent shaharlaridagi ta'lim muassasalarida o'qituvchi, direktor o'rinbosari va o'quvchilar uyi direktori lavozimlarida ishlagan. 1995-2010-yillar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasida turli mas'ul lavozimlarda, jumladan bosh vazir o'rinbosari, kotibiyati mudiri, oila, onalik va bolalikni ijtimoiy muhofaza qilish majmuasi rahbari, kotibiyati mudiri, ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy muhofaza masalalari bo'yicha axborot tahlil departamenti bosh mutaxassisi sifatida faoliyat yuritgan. 2010-2016-yillar O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi raisi lavozimida ishlagan. 2016-2019-yillar O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, xotin-qizlar qo'mitasi raisi sifatida mamlakatda gender tengligi va ayollar huquqlarini himoya qilish bo'yicha muhim islohotlarni amalga oshirgan. 2019-yil 21-iyunda Tanzila Norboyeva O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati raisi etib saylandi. Bu bilan u mamlakat tarixida ushbu lavozimni egallagan ilk ayol bo'ldi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi tomonidan o'tkazilgan yil tanlovi 2009da Tanzila Norboyeva eng faol davlat arbobi yil odami nominatsiyasida g'olib deb topildi. Tanzila Norboyeva o'zining boy tajribasi va fidokorona mehnati bilan O'zbekiston siyosatida ayollarning rolini yanada mustahkamlashga katta hissa qo'shmoqda.